Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz Sharq Yulduz 95 kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Izzatbek Qurbangildiyev yaxshi kayfiyat ila ko'rishib turganimdan xursandman aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib turganingizdek, tabrik loyihamiz yana va yana davom etadi. Hozir ishtirokchimizni o'z davlati otalarini tavallud ayyomi bilan birgalikda tabriklaymiz. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin, yoshlar aytasin deb qolamiz aziz yurtdoshlar. Farzandlar nomidan musofirda yurgan farzandlari, o'g'illari, qizlari, oila a'zolari nomidan birgalikda yetib keldik aziz yurtdoshlar. Tabriklab, xursand qilib, duolarni olib chiqamiz. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin, yoshlar aytasin deb qolamiz. Siz ham o'z ota-onangizni mana shunday tabrik loyihamizda ishtirok etib xursand qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizga 2 kun oldin yoki 3 kun oldin eslatib qo'yishingizni so'rab qolamiz aziz yurtdoshlar. Otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay. Otamni bir quchoqlab qo'yay, otamma suyangan qulog'im, ishongan dog'im, otamma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi do'stlar, tabriklaymiz. Tavallud ayyomlaringiz bilan umrlaringiz uzoq bo'lsin, yoshlar kerak. Musofirda yurgan farzandlaringiz namundan yetib keldik. Shunday ajoyib gullar, tortlar bilan hamda esdalik uchun joy namozlar bilan yetib keldik. Batiramiz namundan ham alohida tabriklab o'tamiz. Musofirda farzandlaringiz namundan yetib keldik. Shu otamni tavallud ayyomi bilan tabriklab qo'yib, xursand qilib qo'yib, duo patalarni olib qo'ydik. Shunday bir-birini ajoyib sovg'alar bilan berdi. Shu shirin tortimizni qabul qilib olasiz endi. Tabriklaymiz. Adam hocaning hoji ota bo'lsin deb mana shunday chiroyli joy namozlarimizni tabarruqni yubordi. O'zi shuni qabul qildi. Şurada endi musofirda yurgan farzandlaringizga bu tilaklaringiz bo'lsa, bemalol bilan so'zlashingiz mumkin kamera. O'z niyatlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, musofirda farzandlaringizga. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Pirimiz, Hazrat Davudimiz, Hazrat Davud Pirimiz. Yarı boğay balalarıma, kasbından bereket tapsın. Silah Allah'ın ona kıza silahı. Baktı olaylar. Menlik akla suyup, pinsaya çıkıp, çubukla suyurga kılayım. Rahmet hammasına, Kızadan kaçsın. Toylarında kaçsın. Rahmet eylesin. Indiga Xudo xolasa shu 100 yoshlarga kirgan sizdan tabriklab kelishimizga nasib etsa, shu yerda Gulbahor opamizga Zakramiz nomidan shunday ajoyib sovg'alar berdi. Shuni qabul qilib olasiz. Zakrama tilaklarsiz bo'lsa, so'zlarsiz bo'lsa, mana bemalol kameraga bildirishingiz mumkin. Rahmat. Yalaman çiçek Halide yalaman. Tavallud ayyomlaringiz bilan yana bir marta tabriklab o'tamiz. Endi shu shirin tortimizni kesib berasiz birgalikda.
Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda. Otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib. Otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay. Otamni bir quchoqlab qo'yay, otamma, otamma, suyangan tog'im, ishongan dog'im, otam, otamma, otamma, davlatim, boyligim, qiblagohim, mani otamma. Rahman akam, yengamiz bilan tengday. Çoğuluk, yorlukların çeşnesi. Kelimden hem tuğan kulakan. Ulan şöyle bölücü bölü. Yaxşı, her yerden hürmetini koruyor. Sağlık olsun, hemşe şunday dört göz tüker tuğan kullardan inşallah bakılmak lazım. Ayıptan abi. Sağ ol baş. Daha ne yaparlar şükür bu. Artılar bu. Yüzlerde Bu yovayçılığını koyduk mu bu ha? Yovayçılığını.
Özünüzde yaşımda, özünüzde yaşımda. Kayboldular başımda, kayboldular başımda. Su yağdı başıma, değil bana başıma. Su yağdı başıma, değil güzel akı yaşıma. Allah'ın bilgen yaşını yaşargaysılar Kudayım. Kayınçılırsa şunca yüzden ziyad olsun. Allah. Rızkınız bütün olsun, ömrünüz uzak olsun. Kudayım aktıklardan, kızlarda çıkarganda da, aktıklarlarda sünnet etip, kıyırlağında da oturuş müyesser yetkey. Tabii bilgime yine bir var. Anmaca söylemek. Emme geldi hem de bir söylemek. Uzun Ziyan yok. Yaş var. Biraz tebrikliyim. Gece duşa kalsın. Biraz akıllı. Her şey şunlar. Biraz Allah tuğlalarına geçmişe geldi. Mustafa Bayır da şunu dilim. Kız bekar söylemeysene. Ha? Artık gel benim makamlarınız ya. Artık söyleyelim. Mereka tuğanlarken tebriklemeyiz, gelmesin. Ballarını, artıklarını elinde sağ olay, tem karşılaşsın. Bakar kızımdan tuğan kadar tebriklemeyiz. Elinde sağ olay. Bakarlar tuğan kılacak. Kırak kapaş, rahmine tuğan kını bilen tebriklemeyiz. Gel kardeş kaysılar, ballarlar hayatını geçti. Allah'ım yeterli yok daim. Bakar sınırlarını tebriklemeyiz.
Xudoyim shu zakir bilan teng qatnashqay, bolalarga rahatini ko'rgay. Sizlarning baxtlaringiz qarab qolgan bilan Rahmon akang sog' bo'lg'ay. Yaxshi kunga keling, Xudoyim. Bugun sen Yana bir akam tug'ilgan kuniga akam kirsin, apam bilan teng qatnayib, hammaning qizig'ini ko'rsin. Sizlar uzoq bo'lsin, shu bolalarning baxtini sog' bo'lsin, ko'rgalarimiz bilan salom yaxshi sizlarni. rahmat, barakatli olun. Hammamizga kelganingiz uchun rahmat olsun. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda. Otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib. Otamni bir quchoqlab Var balalarıma rahmet. Xudoy ulaştırasın, Xudoy sevasın ularni. Xudoyim topgan halol yaxshi kunlarga buyurg'ay. O'sha qatagalar balalar ko'p bo'lg'ay. Xudoyim ezertin qo'y salomat, sog'lik salomatlik qolay. Kelganlarga rahmat hammasini. Ularning uylarida yaxshi kunlar tug'an kunlar bo'lg'ay. Sizlarga ham rahmat kattakon. Sevap kelganlar. Yaxshi kunlarimizga buyurg'ay. Bunday qizlar olib kelin, olib Xudoyim qilishchilarga bersin. Rahmat kattakon. Xudoy salomat. Yana bitta ishtirokchimizni o'z baxtli ota-onasini tavallud ayoni bilan tabrikladik, xursand qildik. Agarda siz ham o'z ota-onangizni mana shunday tabrik loyihamizda ishtirok etib xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizga 2 kun oldin yoki 3 kun oldin eslatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Ekranda turgan 94 596 12 26 raqamiga bemalol murojaat qilib, bizga 2 kun oldin yoki 3 kun oldin eslatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Izzatbek Qurbangildek bo'ldi.